Assalomu alaykum Diyoruz kanalining hurmatli obunachilari. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga yangilik, Samarqand, Buxoro, Toshkent, Andijon, Namangan hamda Farg'onadan bizni ko'rib turgan obunachilarimiz bo'lsa, hozirgi paytda litsenziyalangan umra narxlari necha bo'lyapti deydigan ukalarimizga videoga bittadan like bosasizlar, bir boshdan sizlarga 22-ga zo'r yangiligimiz bor. Narxlardan ham xudo xolasa yangiligimiz bor. Undan tashqari o'sha aytib o'tganimizdek maxsus litsenziyamiz bor. Hozir biz qayerda turibmiz? Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 692-uyda turibmiz aka. O'sha joyda turib videoga olyapmiz. Videoga olyapmiz. Sizlarga bir boshdan o'sha 14 kunlik umrada nimalar, kimlar hamroh bo'ladi, oziq-ovqat, mehmonxona, atay shart-sharoitlar barchasini Mohirbek bilan yoritib o'tamiz. Agar bizni Centrum Holidays firmamizdan boradigan odamlarga maxsus nimcha, to'g'rimi? Maxsus nimcha sovg'a qilinadi. Buni kiyib olasiz. Undan tashqari atta jaynamoz yoki o'zingizga kerak bo'ladigan birinchi mahsulotlarni solib yurgan so'mka. Bundan tashqari yana nima bor edi? Bejik beriladi. Aka bizda o'zi borib kelgan obunachilar biladi. Постоянно yostiqcha beriladi. Yostiqcha. Bu yostiqcha samolyotda uchganda o'tirib yurganingizda dam olish uchun bo'yinbog' bu sifatida qo'yasiz. Bemalol dam olib ketsangiz bo'laveradi. Bu bo'lsa bir boshdan videolar boshlaymiz. Birinchi videoda boshdan aytamiz. Kim agar 22-chisloga noyabrga bormoqchi bo'lsa, Mohirbek o'zi, xudo xolasa, men pak alohida tur qilinyapti. Mohirbekni o'zi hamda yana bitta bloger akamiz bor, soqani bosgan Abdumajid akam. Birgalikda borib, xudo xohlasa, atta sizlarga hamroh bo'lishadi. O'shaning uchun bittadan like boshlab, bu video ko'proq odamga yetib borsin. Narx-navolarda ham yangiliklar bor. Bir boshdan bo'lsam boshlayveraylik. 14 kunlik umra amalimizda nima kiradi ichiga? Aka, xudo xolasa, to'liqroq ma'lumot bersangiz, sizning obunachilaringizga bizda faqat standart plus paket bo'ladi. Standart plus. Birinchi o'rinda litsenzionni firmamiz biz. Undan tashqari 14 kunlik umra safari bo'ladi, standart plus paket bo'ladi. Madinada gasnis oshxonada, Madinada taomlar 2 mahal bo'ladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Madinada gasnissa oraliqlarimiz 100 metrdan 300 metrgacha. Makkada esa gasnissa oraliqlarimiz 1 kilometrdan 2,5 kilometrgacha 24 soat avtobus qatnovlarimiz bor. Malakali liboshimiz billa ketib, billa kelishadi aka. Madinada Madina sayohatiga Ravza, Qur'on mosmaxonasi hamda Xurmobog'da ziyofat hammasi o'z ichiga oladi. Yanada bir kundan liboslarimizni olib chiqishadi. Undan tashqari Makka sayohatida xudo xolasa umra amal firma tomonidan Qizil dengizga, undan tashqari firma tomonidan 2 marta umra amal qilish nasib qiladi. Toyib shahriga ham sayohatlarimiz bor. Hiro tog'iga ham borishadimi? Hammasiga. Men mana shu firmadan o'zimni tog'am o'g'illari ketishgan, 5 kishi bo'lib, oilaviy bo'lib ketishgan. Kecha endi gaplashdik. Adashmasam Madinada 3 kun, Makkada 11 kun. 11 kun bo'lishar ekan. Madinadan Makkaga kelishgandan keyin adashmasam kecha endi telefonlashdik, aytishdiki, kecha Qizil dengizga chiqdik deyishdi. Ertaga Hiro tog'igami o'shga olib chiqishar ekan. O'zi kunlari bo'lingan ekan, to'g'rimi adashmasam? Hoji aka, men aytaman aka, qani Madina sayohat deganni o'zim siz aytmoqchi, bir kundan 50 boshimiz olib chiqib qoladi. Makkada ham bir kundan shaxsan o'zim dadam ham ketganlar. 29-kun siz aytmoqchi hammasiga olib chiqishyapti ekan aka. Undan tashqari aytganimizda biz yolg'onchi bo'lib qolmaslik uchun men Madina sayohat deyman aka. Makka sayohat deganim sababi aka, firma Arabiston hukumati tomonidan bekib bo'lsa, shu kunni olib kirisholmaydi, to'g'ri. Lekin ishlayotgan bo'lsa, xudo xolasa 50 boshlarimiz aytilgandaqa nanam ziyodroq ko'p joylarga olib chiqishadi. Endi ko'p narsalar bitta bularga bog'liq emas. Hatto Saudiya hukumatining ham qarorlari har xil o'zgarib bo'ladi. Agar nasib qilgan bo'lsa kirasiz, nasib bo'lmasa kira olmaysiz. O'sha aytib o'tganimizdek, o'zimizni qarindoshlar hozir ashitdi. O'sha umra amallarni qilib, ibodatlarni qilishyapti. Biz ulardan so'rab turib, faqat bu firmani maqtash emas. Agar qanaqadir minus tomondan aytganda ham biz aytardik, 2 mahal bor ovqat, 3 mahal ham bor. Hamma yo'g'i zo'r. Faqat mehmonxonani aytishda 1.8 ga tushibdi bular. 1.8 kilometrga tushibdi aytishi bo'yicha, lekin o'sha avtobusda deyapti 24 soat aka. 24 soat avtobus bor. Avtobus qatnovi bor. Chunki nimaga biz 1 kilometrdan 2,5 kilometrga deymiz? Avtobusda bemalol borib kelishadi. Endi borsa siz misol siz borsangiz, xudo xolasa siz 1 kilometrga tushib qolishingiz uchun, men borsam 2,5 kilometrga tushib qolishim uchun. Shuning uchun
2,5 kilometrgacha deymiz aka. Xudo xohlasa Diyorus kanalini kuzatib turadigan bo'lsalaring, xudo xohlasa Mohirbek ketsa, attan biz uchun maxsus videolar tashlaydi. Bor narsani, o'sha ovqatlanayotgani-yu, nimalar sayohatga chiqyaptimi, qanday ibodat qilyapti, 50 bor hammasini bizga tashlaysiz. Xudo xohlasa. Biz birma-bir qilib, masalan, ovqatlanishlari, bunaqalarini alohida qilib chiqaramiz, xudo xohlasa. Birgalikda o'sha aytganimizdek Abdumajid akamiz bilan ketishyapti. Xudo xohlasa agar mabodo sherik bo'lib bormoqchi bo'lsalaring 22-kun chiqib ketishadi Farg'ona. Madina yo'nalishi. Farg'ona, Madina Bu maxsus paketimiz aka. Bunda ziyoratlar ham anchagina ko'proq bo'ladi. Narximiz-chi endi boramiz. Narxini aka 22-kunga siz obunachilaringizga $1050 qilib beraman. $1050. 16-kunga ham ketamiz desa $1050 qilib beraman. Ya'ni narxlar tushibdi-da. Tushibdi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa tushdi akalar, narxlarimiz $1050, $50, $100 kam bo'lsa ham, narx tushgan bo'lsa ham katta pul ko'rinmasligi mumkin. Lekin o'shunga ham ma'lum bir miqdorda nimadir olsa bo'ladi, u ham katta. Yaxshi, kimgadir katta summa, kimgadir kichkina summa. O'shaning uchun endi qolgan kunlarimizgacha mana to'liqroq reyslarda aytsak aka, Farg'onadan 16-kunga Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. 22-kunga Farg'ona Madina yo'nalishida shaxsan o'zimiz ketamiz. Undan tashqari 29-kunga Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Undan tashqari Namangandan 14-kunga Namangan Jidda yo'nalishi. Undan tashqari 20-kunga Namangan Jidda yo'nalishi. 21-kunga Namangan Jidda yo'nalishi. Undan tashqari 27-kunga aka buni yangilik qilib qo'ydik, Namangan Madina yo'nalishi. Namangan Madina. Prammoy Madinaga. Undan tashqari mana Toshkentdan ketmoqchi bo'lganlarga 15-kunga Toshkent Madina yo'nalishi, 22-kunga Toshkent Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. 29-kunga Toshkent Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Xudo xohlasa noyabr oyi ichi, xudo xohlasa reyslarimiz juda ko'p. Aytib o'tganimizdek shart-sharoitlari shunaqa. Kimdir bormoqchi bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Qanaqadir savollar bo'lsa ham mana shu nomerlarga qilinglar yoki kommentariyada qoldirgan bo'lsalar ham biz imkon qadar javob beramiz. Xudo xohlasa aka, bizda birinchi o'rinda mashinasiga e'tibor berishni, litsenziyaga egamiz. Undan tashqari ketish uchun bitta zagiran pasport bo'lishi kerak. Undan tashqari bizda to'lovlar bank orqali bo'ladi. Bank orqali. Xohlasa vodiydan bo'lsa kelishadi. Kassalarimizga to'lashadi. Bizda qo'ldan pul olinmaydi, faqat o'zbek so'mida. O'zbek so'mida olinadi. Xoh aytib o'tganlaridek ofisga kelib to'lov qiling, xoh shot nomer berishadi, bankka borib shot nomerlariga to'lasangiz bo'ladi. Ya'ni ishonchli, birinchi o'rinda ishonchli bo'ladi. Xudo xohlasa, pastda nomerlar qoldiramiz. Kim umra amaliga bormoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib joylarini bron qilib qo'yinglar. 22-kunga bron qiladigan bo'lsalaring, bir ikkita aytganlardaqa qanaqadir bonuslar bo'ladi, xudo xohlasa. Bo'ldi, Mohirbek, sizga ham rahmat, sog' salomat bo'linglar.